Hozir bitta odam tanib qolib to'xtatdilar-da. Aka, yaxshiroq, arzonroq uylar chiqadigan bo'lsa, mana shu hududdan dedilar. Menga aytib turing dedilar. Men o'zim sizga keyin agar ishim bitsa rozi qilaman dedilar. Keyin aytdim, aka, meni fishkam shu-ku dedim. Menga rosa ko'p tanishlarim, akalar yana boshqalar aytib qo'yishadi. Aka, shunaqa qilmaylik deyman, chunki birinchi xalq ko'rsin, agar layklar, kommentariyalar bosib tursangiz menga, sizga birinchi ko'rsatadi videolarimni. Hozir xalqqa qo'ymasak, keyin meni kuzatuvchilarim kamayib ketadi desam, keyin mayli o'z bilasiz jahl qilib ketdilar-da. Keyin uy egasiga kirdimda, mana shunaqa odam, mana shunaqa dedi menga desam, aka uy egalariga yaxshi-yu, reklama qo'yishingizdan oldin unga aytib ko'ring dedilar. Sotilsa sotildi, sotilmasa keyin reklama chiqaraverasiz deb uy egasi aytayapti-da. Shunga hayron bo'lib qoldim hozir. Uy egalarining ishi bitgani yaxshimi yoki men qo'yayotgan narsalar arzon bo'ladimi, qimmat bo'ladimi, birinchi xalq ko'rib olgani, xalq ichidan kimga ma'qul bo'lsa, keyin o'sha sotib olgani yaxshimi? Men har doim shunaqa ishlab kelyaptim. Lekin uy egalari yo'q, mayli, birinchi shunaqa puli borroqlarga ko'rsatavering deyishyapti. Lekin men unaqa ishlash noto'g'ri deb o'ylayman.